Atigi 1 soatgina vaqt sarflab, hech qanday duxovkalarsiz, juda ham oson tayyor bo'ladigan shohona tort tayyorlaymiz. Tuxumlarni idishga chaqib, ustidan shakar, tuz, o'simlik yog'i solib aralashtirib, ustidan kakao elab, iliq sutni quyasiz. Elangan unni solib aralashtirib, bir xil massaga keltirasiz. Tayyor bo'lgan massani qizib turgan tovaga birin-ketin solib, old-orqasini pishirib olasiz. Endi esa kremini tayyorlaymiz. Qaymoq, tvorojniy sir, sifatli quyultirilgan sutdan solib, mikserning eng past tezligida toki iz tushguncha ko'pirtiramiz. Kremimiz tayyor bo'lgach, sovib ulgurgan korjlarimiz orasiga birin-ketin kremni surkab chiqamiz. Eng ustidan krem, kakao sepib, o'z xohishimizga qarab bezatamiz. Bu tort juda ham shirin va ko'p kremni yoqtirmaydiganlar uchun ayni muddao bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, bir dona like aslo esingizdan chiqmasin.